Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada Sadaka Roza, Washington'dan sözleyimiz. Bugün Çeslak İşkimen 19. yıl 11. ayının 29. günü haftaki cuma. Bugün vaziyet doğrusu da gepimiz şu ki hürmetli vatandaş, hazırgacha Cumhur hükümeti Şangan'dı meselesine ait prezident imza koygan Şangan Kişilik Hukuk ve Demokratiya Kanun layihesi doğrusu da Amerika Koşmuş Ştatlarının Beijing Turuşluk baş elçisini 3 kıtım çağırıp görüştü, narazılık bildirdi. Hazır şu seviyede, şu terekkide kitabatıdır. Başka alayda vaziyetke ait mesele yok. Biz bugün yenila şunu devir kılgan alda mesela Prezident Trump Şangan kanun layihesi imza koydu ve onun etrafında muşunun münasebetlik hazır bolavatkan gep sözlü yaki neziri fikirli ve göz karaşla asasıdır vatandaşlara bir geldik sözlerimiz. Mavzumunda hürmetli vatandaş. Şefkatiyet gözüş bayramı günü yığılıp Şangan halkı Prezident Trump'dan Şangan Kişilik Hukuk Kanun layihesine imza koyganlığını tebrikledi ve rahmet etti. Mavzulu haber 11. ayının 28. günü Cumhur'a nazar torbiyeti ilan kılındı. Haber bundan başlar. Amerika Cumhur Soğudu uğraşı söhbeti halkılık peytki yetip gelgende. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Trump Aksaray'da Şangan Kişilik Hukuk ve Demokratiya Kanun layihesiga hem de harbiy işlağı işiltidigan buyumlarni Şangan'a eksport qilishni cheklash kanun layihesiga imza koydu. Amerika Devlet Meclisi ve Prezident Trump'a rahmet etişken Şangan halkı bugün keşte Gangdao, Zhonghuan, Eisenbao rayonları ve meydanında Şangan Kişilik Hukuk Şefkat Yetközüş bayramı yığılışı ötküzdü. Tayvan Merkezi Agentliği 11. ayının 28. günü keşte zor bir Türk'üm Şangan halkı katnaşkan Gangdao, Zhonghuan, Eisenbao yığılışı doğrusu da haber tarqatdı. Akbarat muhbirinin ziyaretini kabul kılgandı Şangan halkı mındaq görsetdi. Bu yığılışkı tebrikleş murasımı katnışış Amerika halkının Şangan Kişilik Hukuku ve Demokratiyanı kollağanlığı rahmet eyteş. Şimdi bir nefer namayişçi mındaq dedi. Şangan'ın işleri birli Cumhur Kompartiyası dairleri la hüküm kılmay, belki halk rayga kulak selişi lazım. Amerika berip devletle Devlet Meclisi Şangan doğrusuda guahlık berişke katnaşkan Amerika Devlet Meclisi de Şangan doğrusuda guahlık berişke katnaşkan Nakşe Hayinşi Hanım hem bugünkü keşt ötküzülgen şefkat yetküzüş bayramı ve Amerika hükümeti rahmet eytiş murasımıga katnaştı. O mundaq hesapladı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump Şangan Kişilik Hukuk ve Demokratiya Kanun layihesiga imza koydu. Bu bizden destekli kalbimiz. O nek meydanda Şangan şehir halkı bilen birlikte şanşerep sana kaytıp kilidi Şangan nakşisine birlikte topladı. Yani bir haber. Kanun aylandı. Mesela Prezident Trump imza koydu kanun layihesi resmi kanun aylandı. Beijing yana 5 elçini çağırıp görüştü. Amerika Cumhur Kompartiyasının Şangan halkıga bergen vədisiga əməl qilishini davet qildi.
Mozula xabar 11 ayning 28-kuni Amerika ovozdan Xitoy til programmasi e'lon qilindi xabar. Bunday başlar. Beijing Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trampning Shangang kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasiga va Shangani qo'llash qonun loyihasiga imzo qo'yganligi Beijingning qattiq tanqidiga uchradi. Tashqi ishlar ministrligining muavin vaziri Zhang Yuji Amerikada Shafqat bayrami kuni, ya'ni haftaning 4-kuni Amerikaning Beijing turishliq bosh elchisi Branstadtni chaqirib ko'rishib, noroziligini va qarshi turadiganligini bildirdi. Norozilik bildirish 8 kundan beri Jungo tarafdan Shangang qonuni to'g'risida 3-qatim ko'rishganligi bo'lib hisoblanadi. Norozilik bildirish 8 kundan beri Jungo tarafdan Shangang qonuni to'g'risida Amerikaning bosh elchisi bilan 3-qatim ko'rishganligi bo'lib hisoblanadi. Xinhua bunda xabar qildi. Muavin ministri Zhang Yuji bunda ta'kidladi. Jungo taraf Amerika tarafdan xatoligini tuzatishga haydakchilik qildi. Paylidan yenib bu qonunni ijro qilmasligi, Shangangning ishlariga qo'l solishni to'xtatish kerak. Xabarda bu Jungo diplomatining so'zlaridan naql keltirib bunday ko'rsatildi. Amerikaning xato harakatlariga Jungo taraf cho'qim zarba berdi. Barliq oqibatlarga Amerika o'zi mas'ul bo'lishi kerak. Muşu sözler diplomatiya sahasida belgilengen sözler o'xshaydi juma yoki yodlab olgan Jungoluqlar yodlab olgan so'z. Amerikaning Jungo turishliq bosh elchixonasining bayonot haftaning 2-kuni Amerika ovoziga munda ko'rsatdi. Bosh elchi Branstad Jungoning muavin tashqi ishlar ministri Zhang Yuji bilan ko'rishdi. Hamda Prezident Trampning Shangang kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasiga imzo qo'yishi to'g'risida fikrlashdi. Prezident Tramp qonunga imzo qo'ygandan keyin Beijingda qattiq inkas qo'zg'aldi. Bugun biz mush munosabat bilan Shangang xalqi bilan birlikda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisiga, Avom palatasi, Kengash palatasiga, Avom palata boshlig'i Nancy Pelosi xonimga, Kengash palatasida bu qonunni o'tirib qo'ygan senator Marco Rubio'ga, Avom palatasida bu qonun loyihasini o'tirib qo'ygan Chris Smith apandiga rahmat aytamiz. Shundaqla Oqsaroy Prezident Tramp apandiga va Prezident Tramp hukumatining a'zolari, davlat ishlar katibi Mike Pompeo, muavin prezident Mike Pence qatorliq davlat rahbarlariga rahmat aytamiz. Prezident Tramp bu qonunga imzo qo'ydi. Rahmat aytamiz. Davlat majlisi bu ikki qonunni ikki palatada birdek ma'qulladi. Rahmat aytamiz. Şuna nima deymiz oxiri yashasin Amerika xalqi. Chunki biz bu kunlarni ko'rimiz deb Amerikaga kelgan edik. Shunday kunlarni biz ko'ryapmiz. Xudo bizga ko'rsatyapti. Xitoy hukumatı sening beshingga kelayotgan bu kunlarni biz ko'rimiz. Amerika bizga buni ko'rsatdi deb kelgan edik. 70 yil shunday arzu qilgan edik. Mana bugun buni ko'rdik Jungo hukumati. Uyg'urlarda bir maqol topsin ba Jungo hukumati esingizda bo'lsin. To'yning bo'lishidan bo'ludi deyishi qiziq deydi. Hozir bu bo'layotgan ishlarning qiziqlik darajasi, harorati o'zi 100 berish ehtimoli bo'lgan eliqi kunlar yoki yetib boradigan oxirgi manzillarga selishtirganda intayin katta, intayin qiziqarliqda. Müşaki bir cümle qo'shib qo'yay, vatandoshim. Endi bo'ldi, qilmay jumamış ketdi. Leksiyamizni davomlashtiraylik.